وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugün qarindoshlarimiz men to'xtalmoqchi bo'lgan mavzu Janvada islom dunyosininki xiyonati degan mush mavzuda qisqacha to'xtalmoqchi. Hammamizga ma'lum 6-sila Janvada BDT'ning inson haqlariga tava tashkilotda Xitoydagi, xususan Turkistondagi inson haqlarininki naqadar zulmga uchrayotganligi haqida yig'in bo'ldi. Xitoy bu vaqtda doklad verdi. Neticede tabii halde özününki türlük zulümlerini, türlük asmarasiya siyasetlerini aklagan asasta kösetken boldu. Bu yığında Türkiye'den başka asaslık İslam dünyası umumi ve şundakla dünyadaki köp sallık kembigal devletler Xitayninki siyasetini kollaydıqallığı, Xitayga bundan keyin texmo Xitayning algı ilgirilişiga özününki tirakdaş işkenligini bildirdi. Başka dünyadaki her xil dindiki, her xil millet kembigal bolganlıktan, Xitayga beqindi bolganlygidan Xitayning siyasetini qollashi bu bizga nisbatan alahida bir insonparvarlik, insan kuyinish noktasidan aytganda ayıplash tegishlik ish bo'lsa-mu, bizning ko'nglimizga balkim unchalar kep ketmaydi. Ko'nglimizda ularga nisbatan g'azabimiz unchalar qo'zg'almaydi. Lekin islom dunyosidagi nurg'un davlatlarningki, hatto nurg'un boy, Xitoyga hech qanday ehtiyoj yo'q. Mushundaq boy davlatlarningmi aşağıda bulayotgan zulm qarta hech qanday ifoda bildirmay, buning aksida Xitoyninki siyasetini qo'llaganligi, Xitoyga qarta qo'llab ovoz berganligi bizning haqiqiy g'azabimizni keltirdi va shundaqla umidsizlantirdi. Biz aslida diniy qarindosh bo'lish sifatimiz bilan bular hammasi o'zini men musulmon degandan keyin iman, İslam itiqadira bizning qatimizda bilan birlik bo'lg'achqa, ular bizni qo'llashi hech bo'lmadi deganda ashariki zulmninki to'xtashini umid qilishi, orzu qilishi lozimdi. Bu ham diniy, ham insoniy nuqtai nazardan tutishga tegishlik pozitsiyati. Lekin bular afsus bu pozitsiyada bo'lmadi. Bular birinchi bo'lib Alloh subhanahu va taolaning İnne hazihi ummetukum ummeten vahide ve ana rabbukum fa'budun degan bu ayetiga amal qilmadi, bu ayet xiyonat qildi. Bu islom ummati hammasi bir ummat. Sizlar Farvoydigaringlardan qo'rqinglar, Farvoydigaringlarga ibodat qilinglar degan. Ikkinchi bo'lib bular mu'minlar hammasi qarindosh degan Alloh subhanahu va taolaning innamal mu'minuna ikhwa degan bu ayetiga amal qilmadi. Bu ayetni keyniga cho'rib etdi. Müminlar qarindosh degan cho'qim birsi-birsini yetaklishi, birsi-birsini qo'llashi, birsiga zulm qilinsa, u zulm qarta hammasi birlashib qarshi turish kerak edi. Bu haqda müminlarning qarindosh ekanligi, iymon egallarining bir ekanligi to'g'riliq Qur'oni Karimda nurg'unlagan oyatlar bor. Bu oyatlarning hammasi bu sorunda o'tirib yashash hojati yo'q. Payg'ambar alayhissalomning hadisi qaraydigan bo'lsak, bular Payg'ambar alayhissalom nurg'unlagan hadislarga amal qilmadi, hadislarni keyniga cho'rib etdi. Shu hadislarning qatoridan Payg'ambar alayhissalomning al-muslim akhul muslim la yazlimuhu va yuslimuhu va la yazuluhu
musulmonning qarindishi. Musulmon degan kafirga topshirib bermaydi. Zulmni qilmaydi. Yordam berish tegishlik o'rinda yordamsiz tashlab qo'ymaydi deb payg'ambar alayhisalom hadis sharifda aytgan. Va buningdan boshqa musulmonlar bir tanga o'xshash. Qaysi tan og'rib qolsa, inson uxlayolmagandek, bir musulmonga musibat yetsa, xafalık yetsa, qolgan musulmonlar uxlayolmaydi degan hadislar olsun. Bu haqda kelgan nurg'un hadislarni keyniga cho'rib o'tdi, buningga amal qilmadi, buningga xiyonat qildi. Demak, bular mayli diniy nuqtai nazardan bo'lsin, mayli insoniy nuqtai nazardan bo'lsin, zolimni qo'llashi, zolimning islomga, musulmonlar qarta zulmini qo'llashi, buni ayiblamaslik, hech bo'lganda buni to'xtatishni talab qilmasligi, bularningki diniy nuqtai nazardan naqadar xiyonat qilganligini, insoniy nuqtai nazardan naqadar xiyonat qilganligini bizga aniq ko'rsatib berdi. Lekin biz qarindoshlar, musulmon qarindoshlarimiz, Turkistonlik umumiy qarindoshlar, bu aniq biz bilishga tegishlik bir nuqta islom dunyosidagi davlatlarning, hukumatlarning tutgan pozitsiyasi. Biz hukumatlar bilan xalq orasini ayirib muomala qilishimiz, islom dunyosininki qandaq davlat ekanligini tushunishimiz lozim. İslam dünyası köpünçisi istibdat bilan boshqariladigan, o'z xalqiga erkinlik, hurlik bermaydigan, köpünçisi o'z xalqiga zulm qildigan davlatlar. Yaqin yoqi ko'rib turyapmiz. Suriyada olsun, Misrda olsun, nurg'un davlatlarda o'z xalqini har xil qurol yaroqlar bilan o'ltirayotganlar shu hukumatlar. Dindar musulmonlarga erkinlik bermayotgan, ahlirimlarni turmuq surayotgan, dinning ustunligi uchun harakat qilayotgan, da'vat qilayotganlarga qarshi turayotganlar shu islom dunyosidagi hukumatlar. Shuning uchun biz bu hukumatlardan bizga bir yaxshilik kelamiki deb umid qilishimizni asl to'g'ri emas. Chunki bu hukumat o'zining xalqi, o'z tili bilan so'zlaydigan, o'zining yurtida yashaydigan nurg'un musulmon qarindoshlarimizning yeni zamin bo'lgan, hozir qadar nurg'un musulmonlarni har xil banolar bilan o'ltirayotgan mushundaq hukumatlar. Bu hukumatlar shuning uchun hech qanday bir so'rinda asosi biz islom dunyosiga vakillik qilamiz, voy islomni ustun qilamiz, islom uchun manda xizmat qilamiz degan da'voni qilmaydi hatto. Ko'pinchisining g'oyasi islomni bo'lsa, nayt yumshoqlashtirib, o'zining zulmi, o'zining istibdodi, islomdan yiroq hokimiyat so'rashlari mushularga bo'ysundirib davlat tutishni xohlaydigan hokimiyatlar. Shuning uchun biz umidimizni bu islom dunyosidagi nurg'un hukumatlarga bog'lashimiz aslidan to'g'ri bo'lmagan bir pozitsiya. Bular ish bo'ldi. Nima uchun bu haqda to'xtalish zarur bo'lib qoldi desa, mush pozitsiyadan keyin islom davlatlarininki bizning Uyg'ur musulmonlari, Turkistonlik musulmonlar ichida alohida bu g'ulg'ul qo'zg'adi. Bir qism kishilar mushuni bana qilib turib islomga hujum qildi. Mushuni bana qilib turib dindarlarga hujum qildi. Mushuni bana qilib turib umum musulmonlarga hujum qildi. Yani bir qism kishilar qarig'ulacha arablarni aqlidi. Qarig'ulacha arabni ayiblaganlik, payg'ambarimizni ayiblaganlik deb mushundaq tushunchalarda bo'ldi. Mana bu men to'xtalmoqchi bo'lgan nuqta shu. Birinchi o'lab biz dinimizni tushunaylik. İnsanlarga islom qanday qaraydi? Musulmonlarga qanday qaraydi? Musulmonlarningki Allohning dargohidagi o'rni nimaga asosan belgilanadi? Buni qaraylik.
Biz islom diniga bu dinni elib kelgan payg'ambar arab bo'lganligi uchun e'tiqod qilmagan. Qur'oni Karimning arab tili bilan bo'lganligi uchun e'tiqod qilmadik. Allohning kalomi deb. Balki Muhammad sallallohu alayhi va sallamni bütün kainatning farvoydigari, ilahimiz Allah subhanahu va taala insonlar ichidan tanlab payg'ambar qilib, elchi qilib avatganligi uchun bu payg'ambarga biz ishondik, iymon keltirdik. Qur'oni Karimni bütün insoniyatga hidoyat qilib tushirgan Allohning kitobi bo'lganligi uchun shu bu kitobni ulug'ladik. Bu kitobning Allohning kitobi ekanligiga ishondik. Bizning yurtimizga islom 1000 yildan ortiq bo'ldi bizning yurtimizga bag'ini. Shuning uchun biz bugungi kundagi ma'lum hukumatlarning mustabid hokimiyatining tutgan pozitsiyasi, tutgan siyosatga qarab o'zimizning dinda shaklanadigan yoki islomni musulmonlarni ayiblaydigan gaplarni yoki ish harakatlarni qilishning o'zi bizning vatanimizga ko'ymaganligimiz, vatanimizni bugungi zulmdan qutqizishga asli irodamizning yo'q ekanligining dalili. Her qandaq bir Uyg'ur, her qandaq bir Turkistonlik Türkiston xalqini men islom dinidan ayirib, uningdan keyin qutqizdim desa, cho'qim bu mag'lub bo'ladi. Her qandaq kuch dunyodagi Turkiston xalqi musulmon bo'lmagan bo'lsa, biz ularni qutqizib azod qildik deydigan qarashda bo'ldi ekan, cho'qim bu mag'lubiyatga uchraydi. Chunki bizning xalqimiz din bularning qiniga, ruhiga singan bir xalq. Bu xalqni zulm qarshi turish, mustaqillik harakati uchun birdan-bir haydaydigan asosli kuch yanıla din bo'ladi qarindoshlar. Yanıla islom bo'ladi. Shuning uchun biz yuqoridagi ma'lum davlatlarning pozitsiyasiga qarab xalqimiz e'tiqod qilayotgan, bizning dushmanimizmi xalqimiz e'tiqod qilayotgan mush dinni yo'qtiman deb harakat qilayotgan mushundaq kunda o'zimizning dinini, xalqimiz e'tiqod qilgan dinni, musulmonlarni, dindorlarni ayblashning o'zi bu yoki o'zini oshkorlashni xohlamagan Uyg'urlar ichidan boshqa dinga e'tiqod qilganlar yoki bo'lmasa Uyg'urning vaziyatini, Uyg'urning jamiyatini, Turkistonlikning vaziyatini tushunmaydigan odamlarning gapi. Biz her qandaq vaqtda ma'lum bir prinsip bilan, ma'lum bir dinga e'tiqod qilgan kishilar bilan bu dinning orasini aralashtirib tushunib olmayli. Aralashtirib tushunib olmayli. Islom dini masalan insonlarni nimaga qaysi prinsipga, qaysi asos qarta alohida hurmatga sazovor yoki tuvanda qaraydi desak, birinchi islom dini insonning tili yoki rangi yoki davlat tabaligi ya millatiga qarmaydi. Allah Qur'oni Karimda bütün insonlarga ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin va unsa va ja'alnakum shu'uban va qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. İyi insanlar. Bütün insan ya ayyuhal mu'minun demedi, müminler demedi. Belki bütün insanlar, iyi insanlar biz sizlarni bir ata, bir anadan yarattık. Sizlarni xilma-xil qabila, xilma-xil xalq, xilma-xil jutlarda yashaydigan qilib yarattık. Ayol qilib yarattık. Bundaq yaratishdagi asosli g'oya maqsad nima? Desa o'zaro tunishishinglar, hamkorlashishinglar, yaxshi ishni qilishda o'zaro bir-biringlar bilan shu hamkorlashishinglar uchun shunday yaratdik. Sizning eng hurmatga sazovor, Allohning dargohida eng ulug', eng ustun bo'lganingiz qaysi? Desa atqakum. Allohdan eng qo'rqadigan, Allohning diniga eng amal qiladigan, Payg'ambar alayhissalomning yo'l yo'riqlariga eng amal qiladigan kishi en hürmetki sazavər uluq adam şu dedi. Peygamber aleyhisselam hadis suralgan
Eyyun nasi akram. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun hadisine. Eyyun nasi akram degan vaqtda Peygamber aleyhisselam akramuhum atqahum. Kishilarning qaysi hurmatga sazovar, eng ulug' desa, ularning eng taqvodorroqi, Allohdan eng qo'rqaydigini mana bu hurmatga sazovar deb belgilab bergan. Shuning uchun biz arab bo'lgandan keyin arabni ayiblaganlik, musulmonni yoki payg'ambar alayhisolamni ayiblaganlik deb bunda tushunmaylik. Arablarning ishidan hozir qadar xristianlar va masalan duruzlar va har xil dinga e'tiqod qilganlar bor. Arablarning ishidan burun Abu Jahil mi chiqqan, Abu Bakr Siddiq chiqqandak. Shuning uchun payg'ambar alayhisolam o'zining hadislarida hatta o'zining qizi Fatima radhiyallohu anhuga, ya Fatima, o'zining tog'isi Abbosga, Safiya hammasiga sizlarning hammanglar yaxshi amal qilinglar. Allohdan qo'rqinglar, taqvodorlik qilinglar. Ya'tin nasu yawmal qiyamati bi a'malihim wa ta'tuna bi ansabikum. Qiyomat kuni kishilar o'zining yaxshi amallari bilan kelib, sizlar biz payg'ambarning avlodito deb nasablaringizni ko'tarib, o'zingizning nasablaringiz bilan faqirlanib kelsanglar, la ugni ankum minallohi shay'a. Men sizlardan hech Alloh tarafdan sizlarga bir azob kelsa, sizlarni men qutqizolmayman degan o'zininki qizi, o'zining urug' tuqqanlarga. Bu din mandaq din bu. Ala la fadla li arabiyyin ala a'jamiy va la a'jamiyyin ala arabiy. Yani bir diqqat qilinglar ummat. Arabning boshqa millatdan ustunligi ortiqchiligi yo'q. Boshqa millatlarning arabdan ortiqchiligi yo'q. Haqiqiy fazilat nada desa taqvodorlikda. Shuning uchun arab bo'lsin, uyg'ur bo'lsin, turk bo'lsin, qaysi millat bo'ldikan, bu haq yo'lda bo'lsa, iymon islomda mustahkam bo'lsa, mana bu eng fazilatli odam. Agar islomga, iymonga, Allohning oyatiga, payg'ambarimizning so'ziga xiyonat qilgan bo'lsa, buningga amal qilmagan bo'lsa, bu eng tuvan odam. Bugungi kunda shuni aniq bilishimiz kerakki, bugünkidek mushundoq zulm bulayotgan, iymonning sababidan turmalarda yotgan, mustahkam iymonda turganlar, bizning yurtimizdagi shu musulmonlar, shu qiyinchilikda turibmi islom iymon bilan o'zini alohida saqlab kelayotgan qarindoshlarimiz Ka'bada turib har kuni namoz o'qiyotgan, 5 vaqt namozini Ka'bada o'qiyotgan odamdan cho'qim ulug'. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda nima dedi? Desa sura Hadidda osonchilik vaqtda, ya'ni sharoitlar yaxshilangan vaqtda, ya'ni hijratdan keyin musulmonlar Madinaga hijrat qilib, davlat qurilgandan keyin Allohga ibodat qilgan, iymon etgan, yaxshi yo'lda mangan kishilar hijratdan burun, ya'ni Makkadagi zulm vaqtida, iymon islomning sababidan kishilar zulmga uchrayotgan vaqtda iymon etgan kishilar bilan barobar bo'lmaydi dedi. Bular teng emas dedi. Hijratdan ilgari Allohning dinida azor chekkanlar, zulm tatqanlar bularning darajasi ustun dedi. Undaq bo'lgandan keyin bizning shu Turkistondagi, shu Ka'baga nisbatan shundaq jiroqdagi musulmon qarindoshlarimiz o'zining iymoni, islomida mustahkam tursalam, shu Ka'bada ibodat qilayotganlardan cho'qim afzal ortiq bo'ladi. Bu haqiqatni bilishimiz kerak. Shuning uchun arabni ayblaganga ma'lum qarindoshlarimizning ochiq kelib arabni davlatlarini ayblasa, bunga xaplab qolmayli. Ayplash tegishli ishni qildi, ayplash kerak. İkinci ulab, bularni ayplagan vaqtda biz islomning ne kadar adalet, haqni suydigan din ekanligini unutib qolmaylik. Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda vallohu yaqdi bil haqq. Allah subhanahu va taolo haq adolat bilan hukm qilguvchi deb Allah o'zini shunday sifatladi.
Allah Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühellezine amenu evfu bil uhud dedi. Yani başka ayetlerde ya eyyühellezine amenu kunu kavvamine bil qist. Sizler adaletini müstehkem tutunlar dedi. İ'dilu huve akrabu lit takva dedi. Yani nurgun yol yurukla bizning köz aldığımız turuptu. Müslümanlar muş köz yol yuruklarını adaletini suyuş, zulüm karşı duruştan ibaret muş yol yuruklarını tunusa, bunu emel kıysa, biz o Müslüman meyli şahsı olsun, meyli devlet olsun, onu hürmetleyimiz. Onu suyumuz. Lekin bu adalet karşı, Allah'ın buyruk karşı durup, adaletin şırak, zalim bilen birgi turdiken, bunu eyiplayımız. Eyiplaşkımız, hakkımız var. Peygamber aleyhisselam'nın ki bir sözü qaraydigan bolsak, Peygamber aleyhisselam bu dinning ne kadar adaletini suydigan ekanligini bizga bayon qilib bergan. Ayşe anamız bayon qilgan hadisda Peygamber aleyhisselam shunday deydi. İnna ahlakallazina qablakum yaki min qablikum iza saraqa fihim ash-sharif tarakuh ve iza saraqa fihim ad-da'if aqamu alayhi al-hadd. Veymullah لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. Sizden ilgirkilerin halak buluşudaki asaslık sebep nima o? Dese, ula hürmet sizaver cemiyette ornu ve adam eskilik kıysa, oğurluk kıysa onu cezalaydı. Eğer biçare, ilgisi yok, aciz adamla oğurluk kıysa, eskilik kıysa, bunu cezalaydı. Hürmet sazaver adam eskilik kıysa, onu cezalamaydı. Dep bulab Peygamber aleyhisselam Allah ölen qasam qiliman ki, eğer menin kızım Fatıma oğurluk kıldıgan bolsa, men qolunu kesettim degan. Mana bu din muşundaq din. Dinimiz muşundaq adaletini suydigan din. Burunqi musulmonlar muşundaq adaletini söygen vaqtda dunyoni bosh qo'ygan, dunyoning nurg'iyalarini egallagan. Bugünkü zamandaki devlet musulmonlar adaletini yiroq bo'lg'achqa, zalim bilan birga bo'lg'achqa, mazlumni qo'llamag'achqa, bütün dünyadaki devletler bularning gadiniga destayotir. Buning uchun biz kallimizdan qat'iy chiqirib dinimizning naqadar adaletni suydigan din ekanligini bilishimiz bizga nisbatan ajoyib muhim. Şunun için qarindoshlarimiz, biz devletlining tutgan ma'lum siyosati, pozitsiyasi qarab, o'zimizning dinini yoki musulmonlarni umumyuzlik yoki dindarlarni umumyuzlik qamchirmayli. Bolani o'zimizning nishon nuqtasi qilmayli. Bizning dushmanimiz ko'z oldimizda turibdi. Shu dushmanimiz bilan bo'layli. O'zaro birimizni qamchilashdan cho ner turayli, yiroq turayli. Çünkü Arap devletleri olsun, ya ki dünyadaki nurgun devletler kanunlar karsa, şundak güzel kanunlar var. Bu insandaki ne kadar killik biperalık. İnsanın ne kadar asıl tabiatındaki eskilik. Bula Arap devletleri de mesela, bula nurgun ayet hadislerge hıyanet kıldı. Buna emel kılmadı, keynigi çörüp etti. Onundan başka devletler qarsak mı? Nurgun devlette kanunu xilavlık kılış. Bu hemmi devlette ba iş. Mesela erkinlikte, demokratiya en pelliği çıkan Avrupa devlet, Angliya olsun, Amerika olsun qaraydigan bolsak, şu adamı nurgun, hatta hakimiyet sistemisinden öz halkıga nurgun zulümler, nurgun parxorlar, hemmi devlette parxorluk karıştırımız deydi devletler kanunda. Lekin hemmi devletli gidek parxorluk ba. Şiriklik ba. Bunu qarab umumi bir devletni ya umum bir xalqni ya umumi bir vaziyatni qamchilab ketgan olmaydi, ahamiyatsiz. Chunki inson o'z tabiatida mushundaq nacharlik ba. O'z tabiatida mushundaq nacharlik, puchaklik ba.
Aşındaq boğaçqa üz tüzgen kanunlarına amel qılmaydı. Hatta musulmanның işleri nurg'un adamlar ilahi kanunga amel qılmaydı. Meyli bu adamlar devlet tutuvatkan hakimiyet sistemistiki devlet başqurvatqanlar bolsun yoki odatdagi puhraldım bolsun, nurg'un adamlar ilahi kanunga mucho bo'ysunmaydi. Nurg'un ilahi kanunu tashlaydi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo bu dunyoni sinaq uchun qiyomat kuni hisob va jannat va do'zax va. Alloh subhanahu va taolo zolimlar bilan birga tug'an, zolimni qo'llagan, mazlumni qo'llamagan, mazlum qarshi turgan kishilarni, mayli davlat arboblari bo'lsin, shaxslar bo'lsin, Alloh o'z jajisini bersin. Hem biz qarindoshlarimiz dinimizda her qandaq sharoit ostida mustahkam turishimiz kerak. Her qandaq sharoit ostida. Mana bu dinimizda mustahkam turishning o'zi bizni ijotlikqa chiqadigan, bizni saqlab qoldigan, asmalasiya qilishdan Xitoyning birdan-bir bizni saqlab qolayotgan narsa bizning dinimiz, dinimizning bizning qanimiz, ruhimiz singelligi. Shuning uchun Xitoy eng birinchi bo'lib dindorlar, musulmonlarga yag'liq atayotgan, masalan namoz o'qiydigan hamma ishini cheklashi, bu dindan yiroq qilsam, bu millatni tilidan yiroq qilsam, undan keyin yo'qotib ekanman. Men g'oyamga yetib ekanman degan asosda siyosat qo'llanyapti, ish yurgizyapti. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda Alif Lam Mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kishilar iymon etgandan keyin hech qanday sinoqqa duch kelmay jannatga mushundalam kirimiz, oson kirimiz deb o'ylamdi. Albatta unda o'ylamasin. Bu dunyo mushundaq sinoq dunyosi. Mushundaq sinoq dunyosi. Biz chidishimiz, sabr qilishimiz, imanımızda müstehkem turuşumuz, xalqimizni zulümden qutqizishga harmay talmay hareket qilishimiz lazım. Tirishchanlik qilishimiz lazım. Uhud urushida alohida bir voqea bo'lgan. Uhud urushida Payg'ambar alayhisalom o'lib ketibdi degan xabar tarqalgan. Mush xabardan keyin shu chaqdagi sahobalar ashu sahabiler işledim şunda qalaymiqanchilik, şundaq igizbeslikler bulab sahabilning işidan Madinaga yenib kelganlar va şu gapni, şu xabarni anglab. Urush maydonini tashlab Madinaga yenib kelganlar va Rasululloh o'lib ketibdi deb. Shularning ishidan voy Rasululloh o'lib ketgan bo'lsa, hozir Abdullah ibn Ubay gibi gap qilgan bo'lsa qopti ekan. Abdullah ibn Ubay Makka mushriklar bilan ko'rishib biz gibi eminlik basa, eminlikni, xotirjamlikni biz gibi ebbasa deganlari va. Lekin shunaning ishidan Anas ibn Nadrdak yigitlar bo'lgan. Anas ibn Nadr nim degan? In kana Muhammadun qad qutil fa inna Rabba Muhammad lam yuqtal. Eğer Muhammed aleyhisselam öldürülgen bolsa, ölüp ketken bolsa, Muhammed aleyhisselamның ferveydigarı çoğu ölmedi. Mengu ölmeydi o. Muhammed aleyhisselam nimini dep, hak üstüp durup, ölgenden keyin selam hak üstüp durup çoğu ölenler. Dep, kılıçını elip, uruş meydanına kirip, uruş kılıp ölüp ketken deyir Enes ibn Nadr. Mana biz bugün, bizning qarindoshlarimiz, O'rta Osiyo davlatlari bo'lsin, nurg'un musulmonlar bo'lsin, biz bilan birga to'midi. Biz bularga deymizki, agar sizlar biz bilan to'mgan bo'lsanglar, sizlar xiyonat qilgan bo'lsanglar, bu olamning farvoydigori Alloh subhanahu va taolo biz bilan birga. Alloh subhanahu va taolo cho'qim bu zulmni ko'rib turibdi. Allah subhanahu wa ta'ala birdan bir kainatını başqurup turibdi. Bizning buningga imonimiz va deyishimiz kerak. Bizning buningga imonimiz va. Allah subhanahu wa ta'ala cho'qim bu zolimlarni halok qildi.
وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَابِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ Mana bu üstünlük galba yoki mag'lubiyat kishilar o'ttirsida mushundaq yo'tkilib turadigan bir qonun bu. Allohning qonuni. U zolim bo'lganlar mangu kishilarga zulm qilib o'tanmaydi. Davlatni bundan so'ranmaydi. Mazlumlar mangu zulm qilingan piti qolmaydi. Cho'qim biz xuddi 200 yil, 300 yilning oldida nurg'un kuchli davlatlarni qurgan xalq biz. O'rta Osiyoga islomni tartishga asosiy sabab bo'lgan xalq biz. Cho'qim bizning shundaq parlaq kunlarimiz cho'qim kirdi. Buni ishonishimiz kerak. Chunki butun olamning farvadigori biz bilan, mu'minlar bilan zulmga qarshi farvadigorimiz. Va ma robbuka bizallamin lil abid. Farvadigorimiz o'zimiz zulm qilmaydi va shundaqla hatto hadis sharifda, hadis qudusiyda men zulmni o'zimga harom qildim degan. Sizlarni o'zaro zulm qilmanglar degan. Cho'qim Alloh subhanahu va taolo zolimni yo'qtirdi. Payg'ambar alayhisalom o'lib ketdi. Lekin Rasululloh o'lib kelgan bu din qolib qoldi. Ta qiyomat kunigacha qolib qoldi. Payg'ambar alayhisalom o'lib ketgan vaqtda sahobalar ichida shunda g'ulg'ul bo'lgan. Ishonmay qolgan sahobalar. Sahobalar ishonmay qolgan. Hatto Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Rasululloh xuddi Musa alayhisalom o'zining farvadigori bilan kurashgani ketganda ketdi. Pat yaqinda keludi deb mushunaq degan. Lekin Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Rasulullahning yoniga kirib, Rasulullahni ko'rib, jon uzganligini bilib, kishilarga qiyomat kunigacha mangu davomlashadigan bir haqiqatni e'lon qilgan. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. Qandaq bir odam Muhammadga ibodat qildigan bo'lsa, Muhammad o'ldi, tugidi. Agar Allohga ibodat qildigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo mangu o'lmaydi. Hayot. Deb Ali Imrondagi وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. محمد عليه السلام bo'lsa, xuddi Rasulullohdan ilgari nurg'un payg'ambarlar kelib, bularning ajallari to'shab o'lib ketgandek, Rasulullohning mucho ajri to'ssa o'ladigan bir payg'ambar bu. Yürüdüğün bir peygamber eğer Resulullah ölüp kesse yoki o'ltirilsa, sizlar diningizdan qaytishni iroda qilyapsizlar. Dindan qaytsak bo'ldi ekan deyapsizlar. Qandaq bir odam dindan qaytsa, haqiqatni rad qilsa, mana bu odam birdan bir ziyon tortgan odam shu. Kimki bu haqda mustahkam tursa, iymanda mustahkam tursa, Alloh subhanahu va taolo bu kishini haqiqiy yaxshi mukofot bilan mukofotlaydi. Deb mushunaq degan oyatni-chu Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu o'qigan. Mana biz bugun deymizki, qarindoshlarimiz, qandaq bir odam arab davlatlarining qo'llashiga ibodat qildigan bo'lsa, bular qo'llamadi. İslam dünyasının ko'pincha qismi qo'llamadi. Biz buning uchun qilamiz. Bunga ibodat qilamiz. Lekin bizning farvadigorimiz mangu hayot. Biz ibodat qildigan zot mangu hayot. Chunki bu din insonlar bilan bog'liq, ma'lum bir insonning bilishi bilan bog'liq din emas bu. Bu dinni elib kelgan payg'ambarimiz tugab ketdi, o'lib ketdi, bu din qolib qoldi. Ta qiyomat kunigacha qolib qoladi. Chunki olamning farvadigori hergiz mangu o'lmaydigan hayot bo'lgan zot bu dinni saqlashga kepil bo'lgan. Inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun. Bu dinning egisi Alloh subhanahu va taolo. Shuqum bu dinni qo'g'daydi. Mana bu
biz birlik tegishlik haqiqat. Kishilar biz bilan birga bo'lmagan bo'lsa, bizni qo'llamagan bo'lsa, biz o'zimizning e'tiqodini mustahkam turdi ekanmiz, haqni mustahkam turdi ekanmiz, inshaalloh dushmanimiz bizni yo'qtiman, tipiltizdan qurtiman degan bu g'oyasiga inshaalloh yetolmaydi. Lekin biz qo'limizdan qanday tirishchanlik kelsa, shuni chiqarishimiz kerak. Nima ish kelsa shuni qilishimiz kerak. Beparvolikni yo'qotishimiz kerak. Hayotimizdagi qalaymaqonchilikni yo'qotishimiz kerak. Qachoniki biz tirishchanlikni qo'limizdan keladigan ishni qilsak, Alloh subhanahu va taolo chuqum bizning qarindoshlarimizni, bizning vatanimizni, bizning xalqimizni Alloh o'z qudrati bilan chuqum saqlab qoladi. Lekin bu nimaga bog'liq? Shu vatan ichidagi xalqimizdan va shundaqil chet eldagi butun xalqning tirishchanligi, mush zulm qarshi turishi, mush zulmdan xalqimizni, yurtimizni qutqizishga fidokorlik qilishiga bog'liq. Alloh subhanahu va taolo bizdan fidokorlikni, tirishchanlikni kutadi. Qachoniki bizning haqiqiy fidokorlik qilganda, bizdan haqiqiy tirishchanlikni ko'rgan vaqtda Alloh subhanahu va taolo chuqum bizga g'alaba ato qiladi, yordam qiladi, ustunlik ato qiladi. Qarindoshlarimiz o'zaro birimizni dindarlarni qamchilaydigan yoki yoqtirmagan kishilarni qamchilaydigan mushundaq ishlarni jiroq bo'layli. Mayli shaxs bo'lsin, mayli tashkilot bo'lsin, qanday inson bo'lishidan qat'iy nazar. Alloh subhanahu va taolo hammamizni Arabni yoki islom davlatlarini cho'ng bo'ldigan emas, balki bizning payg'ambarimiz bizga olib kelgan islom dinini, Qur'oni Karimni ulug'laydigan, biz e'tiqod qilgan prinsipni, hayot qonunini ulug'laydigan kuchli iymon ato qilsin. Bütün dunyodagi kishilar, Arablar bo'lsin, boshqa millatlar bo'lsin, bu dindan qaytsa, hatto murtad bo'lib ketgan taqdirdimi, biznicho bu haqda iymon islomda Alloh subhanahu va taolo mustahkam qilsin. Chunki bizning iymonimiz, bizning islomimiz, e'tiqodimiz boshqa bir millat yoki boshqa bir davlatga bog'langan emas. Balki butun olamning farvodigori bo'lgan Alloh subhanahu va taologa bog'langan e'tiqod. Alloh subhanahu va taolo hammangizdan rozi bo'lsin. Subhanallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illalloh, nastag'firuka va natubu ilayk. بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن